Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan ayrim muhim voqea hodisalar haqida kundalik xabarnomamizda. Ushbu video yozilayotgan shanba tongida Isroil Eron hududiga zarbalar berish boshlanganini ma'lum qildi. Tehron hududida bir necha portlashlar kuzatildi. Isroil Erondan qarshi javobni kutib osmonini yopdi va butun mamlakat bo'ylab umummilliy favqulodda holat joriy etildi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh harbiylari Eronga qarshi katta jangovar operatsiyalarni boshlaganini tasdiqladi. U bu haqda o'zining ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan 8 daqiqalik video murojaat orqali ma'lum qilgan. Maqsadimiz Eron rejimidan kelayotgan yaqinlashib turgan tahdidlarni yo'q qilish orqali Amerika xalqini himoya qilishdir, deb yozgan prezident. Shuningdek, Tramp Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi kerakligini va buning oldini olishini aytdi. Biz ularning raketalarini yo'q qilamiz va raketa sanoatini to'liq vayron qilamiz. Biz ularning harbiy dengiz kuchlarini yo'q qilamiz. Biz Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlaymiz, dedi Tramp. Ayni paytda Eron va Isroil osmoni yopiq holatda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp juma kuni Kubani do'stona egallash istiqbolini tilga oldi. Kuba hukumati biz bilan gaplashmoqda va ular juda katta muammoga duch kelishgan, dedi Tramp Texasga safar qilish uchun Oq uyni tark etayotganida. Ularda pul yo'q, hozir ularda hech narsa yo'q, lekin ular biz bilan gaplashmoqda. Ehtimol biz Kubani do'stona tarzda egallab olarmiz, dedi u. Tramp Kubani o'zgarishga muhtoj bo'lgan inqirozdagi millat deb ta'rifladi va bolaligidan beri ushbu mamlakatning muammolari haqida eshitib kelayotganini qo'shimcha qildi. Ularda pul yo'q, neft yo'q, oziq-ovqat yo'q. Bu hozir haqiqatda og'ir ahvoldagi millat va ular bizning yordamimizni xohlashadi, dedi u. Unga ko'ra, davlat kotibi Marko Rubio bu masala bilan juda yuqori darajada shug'ullanmoqda. Kuba hukumati esa AQSh bilan hech qanday yuqori darajadagi rasmiy muzokaralar olib bormayotganini ma'lum qildi. Axios nashrining xabar berishicha, Rubio Kuba sobiq yetakchisining nabirasi bilan maxfiy muzokaralar o'tkazib kelyapti. Xususan, Rubioning yaqin maslahatchilari bu haftada bo'lgan Karib dengizi hamjamiyati konferensiyasi doirasida Castroning nabirasi bilan yana uchrashgan. Kuba hukumati bunday uchrashuvlar haqidagi xabarlarni esa rad qilmagan. Kuba atrofidagi faollik AQSh orolga deyarli barcha neft yetkazib berishni to'sib qo'yishi va kommunistik hukumatga bosimning kuchayishi fonida yuz beryapti. Fevral kuni Pokiston Afg'onistonning yirik shaharlariga zarba berib, vaziyatni ochiq urush deb atagandan so'ng Afg'onistonni boshqarayotgan Tolibon harakati muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Tolibon matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, Pokiston Afg'oniston poytaxti Kobul, Tolibon rahbarlari qarorgohi hisoblangan Qandahor va boshqa shaharlarga hujum qilgan. Bu zarbalar Pokiston jangarilarga boshpana berish ayblovi bilan Afg'oniston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri nishonga olgan ilk hujumlardir. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Kobulda tez yordam mashinalari va qiruvchi samolyotlari ovozi eshitilgan. Pokiston rasmiylari o'z zarbalari natijasida 274 nafar Tolibon rasmiysi va jangarisi halok bo'lganini da'vo qilyapti. Afg'oniston tomoni esa 55 nafar pokistonlik askari o'ldirilganini bildirdi. Biroq bu raqamlar mustaqil tasdiqlanmagan. Pokiston yadroviy qurolga ega va harbiy salohiyat jihatidan ancha ustun bo'lsa-da, Tolibon 10 yilliklar davomida AQSh boshchiligidagi kuchlarga qarshi kurashda shakllangan partizan urushi tajribasiga ega. BMT bosh kotibi Antonio Guterres zo'ravonlikning kuchayishidan chuqur xavotir bildirib, tomonlarni harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti esa bu mojaroda Pokistonning o'zini himoya qilish pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy juma kuni Qatar vakillari bilan telefon orqali muloqot qildi. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi urushni to'xtatishga yordam bergan Qatar bu galgi inqirozni hal qilishda ham vositachilik qilmoqda. Isroil Oliy sudi juma kuni o'z hukumatining G'azo sektorida faoliyat yuritayotgan o'nlab insonparvarlik tashkilotlari ishini to'xtatish haqidagi qarorini vaqtincha cheklab qo'ydi. Isroil o'tgan yil dekabr oyida 37 ta xalqaro tashkilotga, agar ular yangi qoidalarga rozi bo'lmasa, G'azo va g'arbiy sohilda o'z ishini 60 kun ichida to'xtatishni buyurgandi. Xalqaro tashkilotlar esa Isroilning falastinlik xodimlar ismlarini ochiqlashni talab qiluvchi yangi qoidalarga qarshi. Xususan 17 nodavlat notijorat tashkiloti Isroil Oliy sudiga murojaat qilib, bu qaror humanitar sohada halokatli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirgan va uni to'xtatib turishni so'ragan.
Isroil Oliy sudi vaqtinchalik taqiq bo'yicha ajrim chiqardi. Bu esa tashkilotlarning arizasi sud tomonidan ko'rib chiqilguniga qadar ularga o'z faoliyatini davom ettirish imkonini beradi. Yordam tashkilotlari o'z xodimlari haqidagi ma'lumotlarni Isroilga taqdim etish xavfsizlikka tahdid solishini ta'kidlashmoqda. Chunki G'azodagi urush davomida yuzlab humanitar xodimlar halok bo'lgan yoki jarohatlangan. Isroil hukumati esa bu ro'yxatga olish jarayoni insonparvarlik yordamlarining qurolli guruhlar qo'liga o'tib ketishining oldini olish uchun zarurligini aytyapti. Yordam tashkilotlari hamon sud taqiqi Isroil hukumati tomonidan qanday talqin qilinishini va bu ularning ishlash imkoniyatini qanchalik oshirishini kutmoqda. Chunki G'azo ichidagi vaziyat hamon halokatli. Yigirma 27 fevral kuni Boliviya poytaxti La Paz yaqinida banknotlarni tashiyotgan harbiy yuk samolyoti uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketib, gavjum shoh ko'chaga quladi. Hodisa oqibatida 15 kishi halok bo'lgan, kamida 30 kishi jarohatlangan. Rasmiylar halok bo'lganlar samolyot ichidagilarmi yoki samolyot qulagan avtomagistralda ketayotganlar ekaniga aniqlik kiritmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda S-130 Hercules transport samolyoti to'xtaguncha o'nlab avtomobillarga zarar yetkazgani aks etgan. Samolyot bortida Boliviya banknotlari bo'lgan va halokat vaqtida pullar atrofga sochilib ketgan. Tarmoqlardagi boshqa tasvirlarda mahalliy aholining sochilgan pullarni yig'ib olishga shoshilayotgani, maxsus kiyimdagi politsiya esa ularni tarqatishga urinayotganini ko'rish mumkin. Boliviya mudofaa vazirligi halokatni tasdiqladi, biroq hozircha qo'shimcha ma'lumot bermadi. Gana tashqi ishlar vaziri Samuel Ablakova Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainadagi urushda kamida 55 nafar Gana fuqarosi halok bo'lganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, yana 2 fuqarosi hozirda harbiy asir sifatida ushlab turilibdi. Vazir Gana hukumati Darknetdagi noqonuniy yollash sxemalarini yo'q qilish va yoshlarni ogohlantirish bo'yicha kampaniyalarni boshlashini aytdi. Bu bizning urushimiz emas va biz yoshlarimizning boshqalar uchun tirik qalqon bo'lishiga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi u. Ukraina rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, 2022-yildan buyon jami 272 nafar ganalik bu mojaroga aldov yo'li bilan jalb qilingan bo'lishi mumkin. Gana bu ko'rsatkichlarni tushkun va qo'rqinchli deb atadi, lekin fuqarolarning aynan qaysi tomon uchun jang qilganini ochiqlamadi. Biroq Ukraina tashqi ishlar vaziri chorshanba kuni Afrikaning 36 davlatidan 1700 dan ortiq kishi Rossiya safida jang qilish uchun yollanganini ma'lum qilgandi. Afrika davlatlari orasida eng ko'p Keniya, Kamerun, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi fuqarolari Rossiya-Ukraina urushiga jalb qilingan. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Ko'rishguncha.